Asimetrik skladkani oldi andozasida qanday modellashtirishni oson usulda men sizga hozir o'rgataman. Ko'rib turganingizdek, ko'ylakni oldida asimetrik skladkalari bor. Bu ko'ylagimiz to'liq silnakroy yoqalik bichilgan. Oldi orqa asos andozasini olamiz. Asos andozalar Maryams metodi bilan tayyorlangan. Birinchi bo'lib ko'krak va bel vitichkalarini modellashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Oldi andozasi o'rtasidan yuqoriga butun bichilgan tik yoqa uchun xuddi shunday qilib chizib olamiz. Oldini yuqoriga 3 sm, kengligini 6 sm qilib chizib olamiz va orqa andozamizni oldiga qo'yib turib, xuddi shu yoqani ko'chirib olamiz va orqamizni bo'yin o'yindig'idan pastga albatta 1,5 sm ga tushiramiz farqli bo'lish uchun va so'ng oldi andozamizni qachonki ikkinchi yarmini tayyorlab olganimizda albatta oldi andozasida ham stoyka yoqada tushirishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, yoqalarimizni yuqoriga teng qilib qo'yib oldim va pastga 3 sm ga yana yoylashtirdim. Skladka uchun oldi andozamizga 4 ta perpendikulyar chiziqlarni chizib olamiz. 4-chi va 5-chi chiziqlarimiz albatta ko'krak markazigacha yetib kelishi kerak bo'ladi. Chiziqlar yordamida ko'krak vitichkalarini skladkaga modellashtirib olishimiz uchun raqamlab olganimizdan so'ng oraliq masofalarni xuddi shunday qilib ochamiz. Ko'krak vitichkalarini ham modellashtirib oldim. Skladkalarimizni xuddi shunaqa ko'rinishga keltirib, albatta keyin taxlab olishimiz kerak bo'ladi. Matoyingiz yubka bo'lsa, oraliq masofasini kattaroq, qalin bo'lsa kichikroq ochsangiz ham bo'ladi. Professional asos andozalarni to'liq o'rganishni xohlasangiz, Maryams metodi bilan albatta plyus qoldiring.